Assalomu alaykum. Men Karimaxon Nazarova. Zafarbek Usmonovning shogirdlaridanman. Hozirgi kunda prof kurs o'quvchisiman. Bizda 21-iyun kuni mana shu prof kursimizda amaliy darsi bo'lib o'tdi. Bu darsda anchadan beri kutayotgandik, lekin kutganimdan-da ziyoda bir ajoyib tarzda o'tkazsam bo'ladi, chunki juda ham katta anglashlar oldim desam bo'ladi. Bundan oldin ham juda ham ko'p kurslarda o'qiganman, konsultatsiyalar olganman. Eng hozirgi kunda ko'zga ko'ringan televideniyada, YouTube'larda, shu insonlarda ham tahsil olganman. Men ularni kursini masalan yomon demoqchi emasman. Hamma darsda ham ma'lum bir miqdorda o'sish bo'lgan, anglash bo'lgan, lekin insonga qachon shu tayyor bo'linganda beriladi degan narsani hech ham tushunmasdim. Kechagi kuni shunaqangi anglash bo'ldiki, haqiqatan ham kimga nima qachon berilishini Allohimiz juda ham chiroyli tarzda anglatib qo'yarkan va chiroyli tarzda berarkan. Faqatgina inson bunga shoshilib ketarkan xolos. Mana shu Zafarbek darsiga birinchi kirganimda shu ruhiy yuksalish darsini bizga tashlashib ekan. Mana shunda anglaganmanki, men shunchadan beri tahsil olib o'qiyotgan bo'lsam, hayotimni mas'uliyatini baribir o'zim zimmamga olgan ekanman. Inson qachonki hayotini mas'uliyatini o'zini zimmasiga olsa, o'shandagina anglashlar, o'shandagina o'zgarishlar qanday o'zini ichki xotirjamligiga qaytish bo'lar ekan. Juda ham ko'pchilik nafaqat men ham shu xatoni qilganman desam bo'ladi, chunki bizda hammani ayblash bor. Masalan, men ham hammani ayblaganman. Inson o'zini hozirgi holatidan rozi bo'lmasa, hammani ayblab chiqadi. Ota-onasi aybdor, turmush o'rtog'i aybdor, atrofdagi mana qayni-qaynota aybdor, kerak bo'lsa farzandlari aybdor, mana shunaqangi. Xullas o'zi oppoq, atrof aybdor bo'lar ekan. Menda ham xuddi shu holat bo'lgan. Men angladimki, demak men o'zim hayotim mas'uliyatini hali o'zim zimmamga olmaganman. Xuddi bolachalar faloncha aybdor, pistoncha aybdor deb aybni birovga tunga qo'shadiki, inson agar bola pozitsiyasida bo'ladigan bo'lsa, hali o'zini o'sgan, rivojlangan inson deb bilmaydigan bo'lsa, aybni birovga tunga. Ya'ni o'zi oppoq bo'lar ekan, atrofdagilar hammasi aybdor bo'lar ekan. Birinchi anglagan narsam shu bo'ldi va mana shu anglash hayotimda yaxshigina bir doim aytaman, lampochkalar yonishiga sabab bo'ldi desam bo'ladi, o'zgarishlarga sabab bo'ldi desam bo'ladi, hayotimga xotirjamlik kirib kelishiga sabab bo'ldi desam bo'ladi. Endi kechagi mana shu jonli darsga amaliy praktikaga qaytadigan bo'lsam, har bir inson ichidagi o'sha ichki bosilgan hissiyotlarini mana shu tarzda ifodalab beradi deganiga shunaqangi bir qoyil qoldimki, haqiqatan birinchi kartani olganda siz endi bitta kartada endi buni o'rganaveraylikcha qanaqangi bo'larkan degan hissiyotda o'tirdim. Lekin haligi shuna o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan shunaqangi savollar bilan insonni ichidagi hissiyotini ochyaptiki, keyin o'zim voydim, o'zimda bilmagan shuncha narsalar yotganligini, shunaqangi mohirona savollar beryaptiki Zafarbek, o'zimda shunaqangi katta anglash bo'ldiki, ichki kibr insonni sindiradi. Ichki kibr insonni o'sishiga yo'l qo'ymas ekan. Ichki kibr hamma narsadan cheklab qo'yar ekan sizni. Sizni o'zingizni qadam qo'yishingizga bermas ekan, ruxsat bermas ekan, qo'ydirmas ekan. Mana shu ichki kibrni anglaganimdan keyin aytdim, kibrlilar Allohga xosligini bilamiz, lekin mana shu yashiringan narsa bo'lar ekanki, bu narsani ochib bergandan keyin o'zim bu shunaqangi ajoyib amaliyotliga, ustozda yosh bo'lishiga qaramasdan ustoz deb tanlaganimga, yaxshi ustoz tanlaganimga 100% amin bo'ldim. Chunki 1 yil oldin men ustoz tanlamoqchi bo'lganimda, ustoz nimagadir shogirdlikka qabul qilmagan desam bo'laveradi. Endi buni sababini endi kecha mana shu darslarda anglab yetdimki, demak men uchun buyurilgan ustoz boshqa yerda bo'lgan ekan. Men juda ham bu darslardan, bu prof kursga kelganimdan xursandman. Oddiy kurslar, har xil kurslar bor, masalan, shaxsiy rivojlanish bo'ladimi, ayollik bo'yicha bo'ladimi, farzand tarbiyasi bo'yicha bo'ladimi, hamma kurslar ham o'z yo'lida, lekin prof kurs baribir boshqacha olamga olib o'tadigan kurs ekan desam bo'ladi. Hammalaringga tavsiya qilgan bo'lardim, prof kursda o'qishdim. Ustozni yoshi bo'lmas ekan. Yosh deb qarab bo'lmas ekan, chunki aqlli yoshda emas, boshida bekorga aytilmas ekan. Zafarbekdan juda ham xursandman. Bilimlari juda ham kuchliligiga yana kechagi kungi darslarda yana bir bor amin bo'ldim. Shuning uchun hammaga tavsiya qilardim prof kursda o'qishni.